Bollarıyla cho'milmayman deb harqasha qilishyaptimi? Vanna uchun mana bu bombochkalarni zo'rligini qaranglar. Suvga qo'yib yuborsanglar, uni ichidan o'yinchoq chiqarkan. Ana shu momenti uchun ham bolajonlar mazza qilib cho'milishadi-da. U ko'pik bo'lsa, bolajonlarning tanasiga zarar qilmas ekan. O'zi ham kamalakni har xil ranglari bor ekan bu bombochkalarda. Zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Tez Xitoydan qidirib ko'raman, shundan dedim. Xitoyda har doimgidek hamma narsa bor va uni narxi atiga 19 yuan. Qarindosh, biznes g'oya Rossiya zo'r bo'ldi-yu, lekin biz Xitoydan zakaz qilishni bilmasak, Instagramda sochishni gapirmasa ham bo'ladi. Deyishga shoshilmang qarindoshlar. Aynan siz uchun Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri va arzon zakaz qilib, aynan o'sha mahsulotlarni Instagramga qo'yib, yaxshi foyda bilan sotish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tayyorlab qo'yganman. Aynan mana shu 2 kunlik bepul darslikni olish uchun hozirroq kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiring. Men esa sizga 2 kunlik bepul darsligim bo'lib o'tadigan yopiq Telegram kanalimni linkini jo'nataman.